Ibrohimov Muslimbek va Kenjayev Temur. Proyektimiz tayyor. 3 ta sensor ishlatganmiz. MQ135 gazli sensori. Ikkinchisi DHT22 temperaturaniki, temperatura va namlikniki, BMP280 temperatura va bosimni sensorlari. Biz buni MQTT server orqali remote serverda deploy qilingan web serverga Django proyektga jo'natyapmiz. Bizga respons qaytaradi. Hozirgi vaqtdagi temperatura, namlik, bosim va havoning sifatini biz buni 4 ta qismga bo'lganmiz. 1 soatlik, 6 soatlik, 24 va 7 soatlik. Uni danilarini chartda ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, backendimiz Djangoda yozilgan. Iloji boricha o'rgatilgan hamma narsani ishlatishga harakat qildik. MQTT server bor, MQTT client payda Docker'da ko'targanmiz buni. Hop, undan tashqari ESP ga yozilgan kodimiz sensorlarni o'qib, JSON datani serverga jo'natish bilan bog'liq.